Rossiyaning Samara viloyatida migrantlarga 120 dan ortiq ishlarda ishlash taqiqlandi. Viloyat gubernatori Dmitriy Azarov tasdiqlagan xabarga ko'ra, endilikda patentli migrantlar maktablarda farrosh sifatida jamoat transporti, oshxona, yotoqxonalarda ishlashi mumkin emas. Shuningdek, cheklovlar dronlar, reaktiv dvigatel ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqot sohalarida ham tatbiq etiladi. Eslatib o'tamiz, viloyatda taksi, ta'lim, dorixona, alkogol, chakana savdo sohasida migrantlar uchun allaqachon cheklovlar mavjud edi. Endilikda viloyatda juda ko'p ishlarda ishlash mumkin bo'lmaydi. Bundan avvalroq ham Rossiyaning boshqa shaharlarida, viloyatlarida har xil migrantlar uchun cheklovlar joriy etila boshlagan edi. Ko'p cheklovlar aynan patentli migrantlar uchun ekanligi odamni ajablantiradi. O'zbekistonda bir erkak itni o'ldirib, undan haykal yasabdi va maktab yoniga qo'yib ketibdi, bolalarni qo'rqitish uchun. Erkak nima maqsadda bu ishni sodir etgani hozircha bizga qorong'u, lekin albatta u qonun oldida javob beradi. Chirchiq shahrida 25-maktab yonida bir necha kundan beri o'ldirilgan itning jasadidan yasalgan haykal turibdi. Guvohlarning aytishicha, avval uni tirik hayvon deb o'ylashgan. Hayvonlarni himoya qiluvchi tashkilotlar albatta bu ishni befarq qoldirmaydi. UFC chempioni Hamzat Chimayev kecha Chechenistonda dahshatli avariyaga uchrab vafot etganligi haqida xabarlar tarqaldi. Oradan 1-2 soat vaqt o'tib, Hamzat Chimayevda barchasi yaxshi ekanligi haqida xabarlar tarqaldi va bu xabar asossiz ekanligi tasdiqlandi. UFC'ning amaldagi yulduzi Hamzat Chimayevning yolg'on o'lim xabari butun internetga tarqalib ketgandan so'ng, UFC tashkiloti Hamzat bilan aloqaga chiqishga uringan va ular aloqaga chiqqan. Barchasi Hamzatda yaxshi ekanligini, hattoki u uyidan ko'chaga chiqmaganligi haqida ma'lumot bergan. Sportchi Chechenistonda tug'ilgan va hozirda Birlashgan Arab Amirliklari fuqaroligini olgan. Sportchi ayni vaqtda Dubay shahrida istiqomat qiladi va UFC janglarida ishtirok etib kelmoqda. Hamzatning kelasi janglarida omad tilab qolamiz. Sportchiga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning o'g'li Adam Qodirov avtohalokatdan so'ng shifoxonaga yotqizilganligi haqida xabarlar internet tarmoqlarida juda ko'p tarqaldi. Kimdir uni Moskvaga olib ketilgan, kimdir esa u Grozniyda davolanmoqda degan xabarlar internet olamida shov-shuv ko'tardi. Shundan so'ng Ramzan Qodirov o'z Telegram tarmog'ida Adam Qodirovning videosini joylab, unda barchasi yaxshi ekanligini xabar berdi. Videoda Adam Qodirov Checheniston xavfsizlik kuchlari bilan bir stol atrofida o'tirganini ko'rishingiz mumkin. Kichik Qodirovda hozir hammasi yaxshi ekanligi aytilmoqda. Adam Qodirov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning davomchisi sifatida ko'riladi. Rossiyada Adam Qodirov juda ko'p mukofotlar bilan taqdirlangan. Shuning bilan birgalikda uning avariyaga uchragani internet tarmoqlarida juda ham mashhur bo'lib, tez tarqab ketgan.